man shu tasodif bilan Lenobod oblast Navra rayonidan keldim, Farmonqo'rg'on qishlog'idan. Doktorlar shunday ham chiroyli qabul qildi meni. Men kasalimni ham esimdan chiqarib qo'ydim. Abduvosis degan bola bor ekan, Umar degan bola bor ekan. Va odam ularni ko'rsa ko'zlaridan nur ko'rinadi. Biz shu kelib kasalimiz nima kasalga kelganimizni ham unutib qo'ydik. Shunday bo'lib analiz topshirdik. Abduvosisga operatsiya qilish buyurildi. Operatsiya shunday chiroyli chiqdiki, hattoki ninani sanchganini ham sezmadim. Lazer nuri bilan qilar ekan, rahmat, qo'llar dard ko'rmasin, ishlarini omadini bersin. Duo qilaman. Men umraga borib kelib turib shekka tushib qoldim. Endi haj safaridan kelib turib birinchi marta duo qilyapman. Ilohi amin. Ey Bordigoro, yakkasan, yagonasan, hamma yerda hozirsan, nozirsan. Hammani bilguvchisan, hammadan qudratlisan. O'tganlarimizni joylari jannatdan, oxiratlari obod, qolganlarimizga uzoq umr bersin. Shifokorlarimizni qo'llari dard ko'rmasin. Elga, xalqimizga xizmat qilsin. Ikki do'st tojik o'zbeklarga sani manga bo'lmasdan yorug' yuz bilan ko'rishlarini sizdan iltijo qilib turamiz. Ey Bordigoro, osmondan tushadigan, yerdan chiqadigan turli tuman kasalliklar, shaytonning yomonligidan, olamlarning sehri jodisidan o'z panohingda asragin. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatga chiqsin, doktorlarimiz hammamiz sog' bo'lsin, bizni ham qabul qilganlarga Xudo rahmatli yog'dirsin, ishlarini omadi bersin, mana shu korxonaga, mana shu nimaga fayz bersin, baraka bersin, kelganlarni sog' salomat xonadonlarga, bola chaqasini oldiga yetib borishini Allohdan iltijo qilib so'rayman. Robbana otina fid dunya hasanatan va fil oxirati qina azabannar rahmatga ya hamur rahim. Allohu akbar. Tanimiz bir, jonimiz bir, ikki xalq tojik o'zbek bir-biriga abadiy mehribon bo'lsin, shunday bir-biriga hurmatli bo'lsin.